Bugun gaplashadigan mavzu juda muhim. 1 million so'mlik to'lov va yo'qlik keshbeki bo'yicha yangi tartiblar. Bu ma'lumot faqat bitta to'yfadagi odamlarga emas, deyarli har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki bir tomonda davlat tomonidan beriladigan pul yordami, ikkinchi tomonda esa kundalik hayotimizda eng ko'p xarajat qilinadigan yo'nalishlardan biri, ya'ni benzin, dizel yoki gaz uchun keshbek masalasi turibdi. Men bugun sizga bu yangilik nimani anglatishini, kimlar undan foydalana olishini, kimlar shoshilmasligi kerakligini, qayerda xato qilish mumkinligini va eng muhimi, pulni olish yoki keshbekdan foydalanish uchun amalda nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Video oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p odamlar aynan hujjat topshirish, ro'yxatdan o'tish, karta ulash va muddatlarni tushunishda xato qiladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying, chunki bunday yangiliklarda bir kun kechikish ham puldan quruq qolishga olib kelishi mumkin. Avvalo, vaziyatni oddiy qilib tushuntiraman. Odamlarimiz uchun bugungi eng katta muammolardan biri bu daromad bilan xarajat o'rtasidagi tafovut. Ish haqi yoki nafaqa keladi, lekin bozor narxlari, kommunal to'lovlar, yo'l xarajatlari, farzandlarning o'qishi, dori-darmon, oziq-ovqat, yo'qilg'i xarajati birin-ketin chiqaveradi. Ayniqsa, avtomobili bor oilalarda yo'qilg'i xarajati oyiga anchagina summani tashkil qiladi. Kimdir taksi qilib pul topadi, kimdir ishga qatnaydi, kimdir qishloqdan shaharga mahsulot olib boradi. Yo'qilg'i narxidagi ozgina o'zgarish ham oilaviy budjetga darrov ta'sir qiladi. Oldingi tartiblarda davlat yordamlari ko'pincha aniq bir guruhga berilar edi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, kam ta'minlanganlar, bolali oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, pensionerlar yoki boshqa toifadagi fuqarolar. Lekin odamlarda doim bitta savol bo'lgan. Men ham shu yordamga tushamanmi yoki yo'qmi? Yana bir muammo shuki, ayrim hollarda odamlar yordam borligini eshitadi, lekin qanday olishni bilmaydi. Kimdir mahallaga boradi, kimdir bankka boradi, kimdir ilova yuklaydi, kimdir esa noto'g'ri ma'lumotga ishonib, firibgarlarga aldanib qoladi. Endi e'lon qilingan yangi to'lovlar va keshbek mexanizmlari aynan shu masalani tartibga solishga qaratilgan. Ya'ni davlat yordamini faqat qog'ozdagi chiroyli gap sifatida emas, amalda odamning kartasiga, hisobiga yoki xarajatini qaytarish shaklida yetkazishni maqsad qilmoqda. 20 million so'mlik to'lov deganda ko'pchilik darrov hamma oladimi deb so'raydi. Men shu yerda aniq aytaman, bunday to'lovlarda odatda mezon bo'ladi. Ya'ni hamma fuqaroga avtomatik tarzda beriladi deb tushunish xato bo'lishi mumkin. Kimga berilishi, qaysi shartlar bilan berilishi, qaysi muddatda murojaat qilish kerakligi rasmiy qaror va nizomda belgilanadi. Yo'qilg'i keshbek ham shunday. Keshbek degani bu xarajat qilgan pulingizning bir qismini qaytarib olish degani. Masalan, siz yo'qilg'i quyish shoxobchasida 300 ming so'mlik yo'qilg'i oldingiz, agar tizimda. Masalan, ma'lum foizli keshbek belgilangan bo'lsa, uning bir qismi kartangizga yoki maxsus hisobingizga qaytishi mumkin. Bu to'g'ridan to'g'ri chegirma emas, ya'ni kassada narx darhol pasaymasligi mumkin. Odatda siz avval to'lov qilasiz, keyin tizim xaridni ko'radi va keshbek hisoblaydi. Shuning uchun ko'p odam men benzin oldim, lekin arzonlashmadi deb o'ylaydi. Aslida keshbek alohida qaytariladigan mexanizm bo'lishi mumkin. Asosiy qismi nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kim shoshilmasligi kerak birinchi muhim masala. 21 million so'mlik to'lov nimaga bog'liq bo'lishi mumkin? Bunday to'lovlar odatda ijtimoiy himoya, kompensatsiya, zararni qoplash, daromadi past oilalarni qo'llab-quvvatlash yoki ma'lum bir islohot oqibatida aholiga yengillik berish uchun joriy qilinadi. Masalan, ayrim narxlar erkinlashtirilsa, ayrim subsidiyalar qayta ko'rib chiqilsa yoki aholining muayyan xarajati oshsa, davlat kompensatsiya sifatida bir martalik to'lov belgilashi mumkin. Misol keltiraman. Tasavvur qiling, oilada ota ishlaydi, ona vaqtincha ishlamaydi. 3 nafar farzand bor. Oilaning oylik umumiy daromadi 3 million so'm atrofida. Ijara bo'lsa, oziq-ovqat bo'lsa, maktab xarajatlari bo'lsa, bu oila uchun 21 million so'm juda katta yordam bo'ladi. Bu pulga bir oylik oziq-ovqatning bir qismi, bolalarning kiyimi, dori-darmon yoki kommunal to'lov qoplanishi mumkin. Ikkinchi misol, pensioner ota-ona bor, farzandlari boshqa shaharda ishlaydi, doimiy yordam bera olmaydi. Agar ular belgilangan mezonlarga tushsa, bir martalik to'lov ularga qish mavsumida gaz, elektr, dori-darmon yoki oziq-ovqat xarajatlarini yengillashtiradi. Lekin bu yerda asosiy savol, ular tizimda ro'yxatda bormi? Ularning bank kartasi faolmi? Pasport ma'lumotlari yangilanganmi?
telefon raqami o'z nomidami? Mana shu oddiy ko'ringan narsalar pulning o'z vaqtida tushishiga ta'sir qiladi. Uchinchi misol, avtomobil bilan ishlaydigan odam. Masalan, haydovchi kuniga 1000 so'mlik yoqilg'i sarflaydi. Oyiga 25 kun ishlasa 2000 million so'm yoqilg'iga ketadi. Agar cashback tizimi orqali hatto 5% qaytsa ham, bu oyiga 25 ming so'm degani. 10% bo'lsa 2 ming so'm. Bu oddiy haydovchi uchun telefon puli, bir haftalik oziq-ovqat yoki avtomobilga mayda ta'mir xarajati bo'lishi mumkin. Shu sababli yoqilg'i cashback'i kichkina narsa emas. Ayniqsa xarajat muntazam bo'lsa, yil oxirida katta summa yig'iladi. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchidan, daromadi past, lekin rasmiy ro'yxatda ko'rinmayotgan oilalar. Masalan, oilada hech kim rasmiy ishlamaydi. Daromad kundalik ishlar orqali topiladi. Lekin mahalla yoki ijtimoiy reyestrda holat to'g'ri aks etmagan. Bunday oilalar hujjatlarini tekshirtirmasa, yordamdan chetda qolishi mumkin. Ikkinchidan, bank kartasi yo'q yoki kartasi bloklangan odamlar. Agar to'lov plastik kartaga o'tkazilsa, karta muammosi pul olishni kechiktiradi. Uchinchidan, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lganlar. Ko'p xizmatlarda SMS tasdiqlash kerak bo'ladi. Raqam mos kelmasa, ariza topshirish qiyinlashadi. Kimlar shoshilmasligi kerak? Agar sizning daromadingiz yuqori bo'lsa, rasmiy mezonlarga tushmasangiz yoki yordam aniq faqat muayyan toifalarga berilishi ko'rsatilgan bo'lsa, shunchaki balki chiqib qolar deb vaqt sarflash kerak emas. Lekin baribir rasmiy manbani tekshirib qo'yish foydali. Chunki ba'zan to'lov faqat kam ta'minlanganlarga emas, balki ma'lum kasb egalari, haydovchilar, fermerlar, ijtimoiy soha xodimlari yoki boshqa guruhlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Yoqilg'i cashbackida esa alohida e'tibor kerak bo'lgan joy bor. To'lov usuli ko'pincha cashback faqat rasmiy terminal bank kartasi, to'lov yoki maxsus ilova orqali qilingan xaridlarga beriladi. Agar siz naqd pul bilan to'lasangiz, tizim sizning xaridingizni kim qilganini bilmaydi. Demak, cashback hisoblanmasligi mumkin. Shuning uchun men yoqilg'i oldim, lekin cashback kelmadi degan muammoning birinchi sababi aynan naqd to'lov bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma e'lonlarni rasmiy deb qabul qilmang. Prezident farmoni, qarori yoki hukumat hujjati chiqqan bo'lsa, u rasmiy saytlar, davlat portallari, vazirliklar kanallari orqali e'lon qilinadi. Telegramdagi noma'lum kanal 2 million so'm olish uchun shu havolani bosing desa, ehtiyot bo'ling. Firibgarlar aynan shunday paytlarda ko'payadi. Ular sizdan pasport rasmini, karta raqamini, SMS kodini so'rashi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech qachon SMS kodini begona odamga bermang. Bank kartangizning amal qilish muddati va CVV kodini hech kimga yubormang. Davlat to'lov olish uchun odatda sizdan karta paroli yoki SMS kodi so'ralmaydi. Ikkinchi nozik jihat, 20 million so'm bir martalik bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar har oy berilar ekan deb noto'g'ri tushunadi. Agar qarorda bir martalik to'lov deb yozilgan bo'lsa, u faqat bir marta tushadi. Agar oylik kompensatsiya bo'lsa, unda muddat, masalan, 3 oy, 6 oy yoki yil oxirigacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'lov so'zini ko'rgan zahoti xulosa chiqarmasdan uning turi va davriyligini tekshirish kerak. Uchinchi nozik jihat, oila tarkibi va daromad hisoblash. Ijtimoiy yordamlar ko'pincha oilaning umumiy daromadiga qarab belgilanadi. Masalan, bir uyda yashaydigan er-xotin farzandlar qaramog'idagi shaxslar hisobga olinadi. Kimdir mening oyligim kam deydi. Lekin turmush o'rtog'i rasmiy yuqori daromad oladi. Bunday holatda tizim oilaning umumiy daromadini ko'rib, yordamni rad qilishi mumkin. Aksincha, kimdir norasmiy ishlaydi, rasmiy daromadi ko'rinmaydi. Lekin mol-mulk, avtomobil, katta xaridlar orqali tizimda boshqa ma'lumotlar chiqishi mumkin. Shuning uchun noto'g'ri ma'lumot berish xavfli. Keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinishi ham mumkin. To'rtinchi nozik jihat. Yoqilg'i cashbackida limit bo'lishi mumkin. Masalan, bir oyda faqat ma'lum miqdorgacha xarid uchun cashback berilishi, bir kartaga yoki bir avtomobilga limit qo'yilishi, ayrim yoqilg'i turlari kirmasligi mumkin. Tasavvur qiling. Odam oyiga 5 million so'mlik yoqilg'i oladi. U hammasidan cashback olaman deb o'ylaydi. Lekin tartibda maksimal hisoblanadigan xarid summasi 20 million so'm bo'lsa, cashback faqat shu qismdan beriladi. Qolgan xarajatdan qaytmaydi. Bu juda muhim. 5-nozik jihat, hamma yoqilg'i quyish shoxobchalari tizimga ulangan bo'lmasligi mumkin. Cashback faqat fiskal chek beradigan, onlayn kassa ishlatadigan rasmiy savdo nuqtalarida hisoblanishi mumkin. Agar siz chek olmasangiz yoki terminal operatsiyasi boshqa nom bilan o'tsa, cashback kelmasligi mumkin.
Shuning uchun har doim chekni oling. Chekda sana, summa, yo'qilg'i turi, korxona nomi ko'rinib tursin. Cashback kelmasa aynan shu chek sizga dalil bo'ladi. 6-chi nozik jihat, karta kimning nomida ekaniga qarang. Agar cashback fuqaroga bog'langan bo'lsa, siz boshqa odamning kartasi bilan to'lov qilsangiz, cashback sizga emas, karta egasiga hisoblanishi yoki umuman hisoblanmasligi mumkin. Masalan, avtomobil sizning nomingizda, lekin to'lovni akangizning kartasidan qildingiz. Tizim qaysi mezonga qarashiga qarab natija boshqacha bo'ladi. Shuning uchun tartibda fuqaroning kartasi. Transport vositasi egasi yoki to'lov qiluvchi shaxs degan iboralarga alohida e'tibor berish kerak. 7-chi nozik jihat, qarzdorlik va blokirovka. Ba'zi fuqarolarning bank kartalarida sud qarori, aliment qarzi, kredit qarzi yoki boshqa majburiyat sababli cheklov bo'lishi mumkin. Agar to'lov tushsa ham karta bloklangan bo'lsa, puldan foydalanish qiyin bo'ladi yoki avtomatik ushlab qolish holati yuz berishi mumkin. Bunday vaziyatda oldindan bankka murojaat qilib, hisob holatini tekshirib olish kerak. Endi eng foydali qismga keldik. Men sizga bosqichma-bosqich nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, rasmiy manbani tekshiring. Prezident qarori, farmoni yoki hukumat qarori qaysi raqam bilan chiqqanini aniqlang. Buning uchun Lexus saytiga, My.Docapus portaliga, tegishli vazirlik yoki hokimlikning rasmiy sayfalariga qarang. Telegramda tarqalgan skrinshotga ishonib qolmang. Agar hujjatda 1 million so'm deb yozilgan bo'lsa, uning kimlarga, qachon va qanday tartibda berilishini o'qing. Ikkinchi qadam, o'zingiz qaysi toifa kirishingizni aniqlang. Siz kam ta'minlangan oilalar reyestridamisiz? İjtimoiy himoya yagona reyestrida bormisiz? Nogironlik guvohnomangiz bormi? Farzandlar, soni daromad, yashash manzili, ish joyi bo'yicha shartlar bormi? Agar tushunmasangiz, mahalladagi mas'ul xodimga, inson ijtimoiy xizmatlar markaziga yoki tuman hokimligiga mas'ul bo'langa murojaat qiling. 3-chi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda sizga pasport yoki ID karta, doimiy yashash manzili ma'lumotlari, bank kartasi rekvizitlari, oilaviy holatni tasdiqlovchi hujjatlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnoma, daromad haqida ma'lumot talab qilinishi mumkin. Hamma holatda ham bir xil hujjat kerak bo'lmaydi, lekin asosiy hujjatlar tartibli bo'lsa, murojaat tezroq ko'rib chiqiladi. 4-chi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta faolmi? Muddati o'tmaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqam sizniki bilan mosmi? Karta bloklanmaganmi? Agar karta yo'q bo'lsa, yaqin bank filialiga borib, milliy to'lov tizimiga ulangan oddiy plastik karta oching. Ko'p hollarda to'lovlar aynan karta orqali amalga oshiriladi. 5-chi qadam, ariza kerak bo'lsa, aniq va to'g'ri yozing. Arizada ism, familiya, shir, yashash manzili, telefon raqami, bank karta ma'lumotlari, qaysi yordam bo'yicha murojaat qilayotganingiz aniq ko'rsatilishi kerak. Menga pul bering deb umumiy yozish emas. E'lon qilingan 2 million so'mlik to'lov bo'yicha mezonlarga muvofiqligimni ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish maqsadga muvofiq. Agar oilaviy ahvol og'ir bo'lsa, sabablarni aniq bayon qiling. Ishsizlik, kasallik, bolalar soni, ijara, nogironlik yoki boshqa holatlar. 6-chi qadam, yo'qilg'i cashbacki uchun to'lov odatingizni o'zgartiring. Naqd pul bilan emas. Imkon qadar karta yoki rasmiy elektron to'lov orqali to'lang. Yo'qilg'i qo'yishdan oldin shoxobcha cashback tizimiga ulanganmi? Fiskal chek beradimi? Terminal ishlayaptimi? So'rab oling. Har bir xariddan keyin chekni saqlang. Agar cashback 3 kun, 7 kun yoki boshqa muddat ichida tushishi belgilangan bo'lsa, shu muddatni kuting. Tushmasa ilova bank yoki mas'ul tashkilotga chek bilan murojaat qiling. 7-chi qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men sizga 5 millionni chiqarib beraman. Oldindan 1000 so'm tashlang. Karta raqamingizni va SMS kodini yuboring. Maxsus ro'yxatga kiritib qo'yaman degan gaplarning barchasi xavfli. Davlat yordam uchun vositachiga pul berish shart emas. Agar kimdir pul so'rasa, bu haqda tegishli organlarga xabar bering. 8-chi qadam, rad javobi kelsa, sababini so'rang. Ko'pchilik rad etildi degan xabarni ko'rib, shu bilan to'xtaydi. Aslida rad sababi muhim. Balki hujjat yetishmagandir, daromad noto'g'ri hisoblangandir, manzil mos kelmagandir, karta ma'lumoti xato kiritilgandir. Sababini bilib, kamchilikni tuzatsangiz, qayta murojaat qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Demak, 5 million so'mlik to'lov va yo'qilg'i cashbacki oddiy yangilik emas. Bu oilaviy budjetga real ta'sir qilishi mumkin bo'lgan masala. Lekin asosiy shart shuki, rasmiy ma'lumotni tekshirish, mezonlarni to'g'ri tushunish, hujjatlarni tayyorlash. Kartani faol holatda saqlash va yo'qilg'i xaridida
rasmiy to'lov usullaridan foydalanish kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq pasport ma'lumotlaringizni, bank kartangizni, telefon raqamingizni va ijtimoiy reyestrdagi holatingizni tekshirib qo'ying. Yo'qilg'i olsangiz chekni oling, karta orqali to'lang va cashback shartlarini kuzatib boring. Eng asosiysi, SMS kod va karta maxfiy ma'lumotlarini hech kimga bermang. Sizningcha 1 million so'mlik to'lov va yo'qilg'i cashback'i aholiga haqiqatan yordam beradimi? Siz bu tartibdan foydalana olasizmi yoki hali tushunarsiz joylari bormi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda shu kabi muhim iqtisodiy va ijtimoiy yangiliklarni oddiy tilda tushuntirib boraman.